Okeylar, mana Nexia avtomobiliga polni gulshitr qo'yganmiz. Orqalari chirib ketibdi. Bu o'tdagi katalizatori ham to'lib qolgan ichi. Bag'lar ham taraqlab o'tib chirib qoldi. Polni o'zi yangi qo'yganmiz, o'zimiz yasaganman. Zavodchi. O'zi o'ta miyaqki chiqqan. Uch energiya vakalini qo'yib chetga qilib berganmiz. Pastdan ko'rinishi holatlari. Gaz bos. O'zi o'ta miyaqki chiqqan. Ko'rishinglar mumkin. O'ta go'zal bo'lgan. Kichkina teshib qo'yganmiz, mana suv oqib turish uchun. O'rta rezonator qo'yganmiz. Katalizatorni almashtirib berganmiz. Yaxshisi bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, o'ta ideal bo'lgan. O'zi ham o'ta miyaqki. Gaz bos chiqadi. Faqat motor robosi chiqadi xolos. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, sifatli qilib bajarib beramiz. 1 yil garantiya beramiz.